Kango qani, Kango. Dadanga qani, Kango. Tep penalti senlarga. Opa, boshdan to'xta. Yana bitta tepasanmi? Bular bir yashashinchi qani. Varatal, sizga sabr jiyanim. Tep mana ikkinchi variant senga. Maza qilchi qani mana jahon chempionatida Kangolilar. Ana shans, ikkinchi shansni ham chichiting do'ppida. To'xta. Yana tepasan. Yana tepasan. Penalti. Tep yana bittang. Boshqang kelib tep. Xohlasang bir 4-5dan kelib bitta to'pni tep. Можно senga. Uchinchisi. Yana to'xta. Yana tepasanmi? Ya to'xta. Haqqoniy bo'lsin. Tep uka penalti. Qo'rqdingmi? Sol. Men senga 5 ta shans beraman uka. 5 ta men shans meni eslab qol. Tep yana. Meni eslab qol. Bo'ldi, yetadi bugunga. Maza qildingmi uka? Bo'ldi. Qaytib yanimga kelma. O'zbeklar bosinglar endi o'yinda. Aytgancha to'xtab turadi. Men qanot referidan yana borib kelayapti ona. O'y sen qilay, maki. O'ynaylar. Sen nima uni qilaysan, o'y? Sen nima bizni birinchi golimizni sen afsa ko'tarma o'zingdan ko'tarma bayrog'ingni. O'zbekda hech qachon ofsayd bo'lmaydi. Seni tug'ilishing ofsayd bo'lgan, bo'ptimi? O'ynaylar o'zbeklar. Ko'ttingdan yana mana gal, yana bir marta mana shu bayrog'ingni biz tomonga ko'taradigan bo'lsang. Ketdi. Gol. 1-0. Hop. Ketdi. Davay. 2-0. Молодец. Ey, cho'kkaning befoyda. Men mashitda ekanman, cho'kalaganing befoyda. O'yna. Men shunday chomasimdan boshlading-a? To'xta. Sen shunday chomasimdan boshlading-a sen. Yo'qol, o'ynama. Ko'zimni yanada qimirlamasin, yo'qol. Men shunday chosam boshlaysan, tiz cho'kma, yo'qol. Bir kishi kam bo'ldi bular. Ayb o'zlarida. Nima katta xolasini uyimi bu? O'zi xohlagancha boshlaydigan. Ketdi. Mana o'zbekda mana shunday kutadi. Ko'rdinglarmi? Ketdi. Tartib bilan o'yna. Uranmaysan gol. Aytdim uranmaysan. What the fuck? Hech qanaqasiga. Offside bu. Qani senlardan ham offside bo'lar ekan-ku? Nima faqat bizdan offside bo'lamiz. Senlardan ham offside bo'lsin. Mana uchun. O'zicha dribling qilyapti. Po'xni ham eplolmaysan. Hoppa, chotini o'tkazib beraman. Молодец. Kimga? Xo'sh. Tepa penalti. Ikki kishini choldi penalti. Yo'qotinglar shuni surib, молодец sizga. Meni yangi o'zi kelyapti. Tep. Chaynaveringlar bularni. Tursang shapalama urib anjurgayda qilib beramiz hozir. Ko'rdinglarmi? O'zbekda men tarafim molotda bular ham. Kim bo'lsa tepsin, varatalimiz kelib tepsa ham mayli. Shomurodov tepinchiga. 4 qiling davay. 10 ga. Молодец. Borma. Asabimga tegishma, qizil olasan. Bosinglar. Murabbiyimiz Kanava Romanov qochibdi-da. Kanava. Men keyin sizda zo'r gapim bor, brat. Men sizga gapirayotganda menga qarang, ko'zimga qarang, brat. Ko'zimga qarang dedim, sizda bir og'iz gapim bor. Haqiqatga tikib boqing aka. Haqiqat bilan yuzlashing. Aka, sizga insof bersin. Bo'ptimi? Qoplab gapirayotganda qochmang. Haqiqatdan qochib qutula olmaysiz, bu yoqqa keling. Golmi? What the fuck? Gol 5-0. Молодец. Keting aka bizdan. Iltimos. Hurmatingiz borida keting. Bo'ptimi? Gapiryapman, bu yoqqa keling. O qizil olas sol bekardan o'zimizniki bo'lib turib, o'zimizga ko'rsatib qo'ymaydi deyapti. Xapalashib qolamiz. Davom etamiz bolalar, yana dash uramiz. 6 ta qila olmaymizmi? 5 ta qilgan nima bo'pti? A few inches later. Penalti. To'xta. Teping Shomurodov, teping. Hal qiling bularni, hal qiling. Gol. Yetami? Tabloyimiz teskari o'tib ketaverdi, uni o'qiganimizdan. Yetami? Yetami? Yetami bo'ldi. Yig'ishtir tarafni o'qingni. Uka, sen yana kutmayapsan meni. Uka, maqaki. Men maza qilib ketay men ham dedim. Mo qizil sen tur yo'qol. Ko'zimga ko'rinma.
tartib berdi. Bu yo'qol. O'yin tugadi o'zi uka. Tugadi o'yin. Ey, necha 80-minutmi? Aytganakasiga dumbola qosda ham bu kangolilar hozir comeback qilolmaydi. Tak что o'yinni mashina tugatamiz. Chiqdingmi? Eplab chiqdingmi? Jag'ingni yopishing. Oynani ketdi bo'ldi. Keling opa, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Nimalar bor? Qoching. Qoch nariyoqqa. Qoch dedim. O'tkazishim uchun sizni birinchi tekshirishim kerak opa. Hech narsa yo'qmish qilib. Ye. Bobik tayyor tur. Bobik tayyor, nima qilacak Bobik? Opa jinday xavfliga o'xshayapti. Mana tur. Opacha shunday orqa bagajni ochaydi men shunday. Nima meni xoram? Qaqocha bos! Молодец, tishla. Ko'tidan tishla. Bo'ldi. Ashuchi seni unaqa men bilan o'ynashmash kerak edi. Ashi bagajingizni ichiga o'zi tiqib qo'yaman endi. Qani o'tiring mana shu yerda. Mana shu yerda qisib turing. Oyog'ingizni oling. Qizil bu вообще, yo'qotish kerak bunaqa odamlarni. Biz chegarada o'tkaza olmaymiz. Lavaga tushib ketadi. Junini yo'qotasiz, brat. Badaningizda jun o'sguncha ham yuravermang. Ja endi hali erkak kishi maymundan sal farq qilsa bo'laveradi desanglar, endi jab bunchalik farq qilib endi chichivermaylik unaqa qilib. Qani nariga qarab turingchi. Huni, brat, huni. Modaga to'g'ri kelmaydi. Bo'ylagingiz qolsa bo'ladi. Jigarim endi bagaj tekshiraylik siz bilan. Mana shu yerda turing. Uzra akalar endi xizmatchilikda mana shunaqa ko'p anaqa bo'lib qolamiz, endi tekshirishimiz kerak. Bobikcha mana shu yerda tur, tayyor tur, startga tur. Siz ham mana shu yerda turing, hech qayerga qochmay turing. Hozir men sizga nima narsa olib ko'rmoqchi bo'laman-da mana shunaqa men. Bu nima dori? Og'zingizni ochingchi. Necha sensiz yotaman, seni boshdan otaman, beshom galma. Bobik, tayyormisan jigarim? Hozir aka, hozir. Bobik, bos! Bobik eplolmasa o'zim otib yuboraman deb turdim. Bo'ldi, Bobik, bo'ldi. Jak ko'p tishlama, bo'ldi, yetadi, bor. Kapot ustiga shunday yotingchi menga. Mana shu yerda yoting. Mana shu yerda yot. Aytib, yana senlarga dars olsin. Agar nito qilib qilganingni qilib tashlayman.